trotuarlar. O'ldirayapman. Ko'rishlaring mumkin, bitta haqlardan so'rab ko'ramiz. Odamlardan yana nimalarni o'zgartirishligini so'rab ko'ramiz. Qani ketdi. Nega mumkinmi? Sen hozir nima o'zgartirish o'zgardinglar? Shu maktab bo'lmasligi. Bozor kuni o'qish bo'lib, qolgan kuni o'qish bo'lmasligi yaxshi. Men bu ularning gapiga qo'shilgan holda boshqa odamdan so'rash davom ettiramiz. Keyinchalik so'rab ko'ramiz, yana nima qiladi. Qarg'onda nima o'zgarishlar bo'lishini qilarmiz. Qarg'ondagi o'zgarishlarmi? Yo'l Yoqmagan. yoqmagan tarafmi? Ha? Odamlar yo'l harakatida to'g'ri foydalanadi. Piyodalar asosan. Makronomda svetofordan to'g'ri kelardi emas o'tib ketishyapti. Uni to'g'rilasa yaxshi bo'lardi. Rahmat aka. To'g'ri, sabab ba'zi odamlar svetoforga qaramasdan yo'ldan o'tib ketishyapti. Shu muammolarni yechim qilishni albatta so'rab qolamiz.